Muattar Egamberdiyeva va tumandagi 13-maktab o'quvchisi Izzatbek Yusupov bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Xush kelibsiz yana bir karra. Kelibsiz. Va Muattar opa, bugun siz faoliyat yuritayotgan mana shu axborot kutubxona markazida yoshlar nafaqat kitob olib o'qish imkoniyatiga egalar, balki yana qator iste'dod egalarini ham kashf qilyapsiz, to'g'rimi? Ularning kitoblarini chop etilishiga yordam beryapsiz. Shu haqida gapirib bersangiz. Tumanimizda endi yoshlarimiz asosan shu kutubxona klubiga keladi. O'sha aytgandek, ijodkor iqtidorlar klubimiz bor. Shunda mana Navbahor navolari, Orzular bahori, Yurak sadolari, Ko'klam navasi va Izzatbekning o'zining alohida kitobi chiqqan. Ko'klam quvonchi degan. Shu kitoblarni yozishida, shunaqa hikoyalar yozishida yordam beramiz. Keyin mana imkoniyati cheklangan qizimiz bor, Shohistaxon degan qizimiz. Shu o'zini nima deydi, imkoniyatidan kelib chiqqan holda, imkoniyat cheklangan bo'lsa ham bir narsaga qarab o'tirmaydi, shunaqa ishlar bilan shug'ullanadi. Unga kitoblar olib borib beramiz, xizmat qilamiz. Bu qizimiz yotgan joyda mana shu chiroyli o'yinchoqlarni, qo'g'irchoqlarni o'z qo'llari bilan to'qir ekan. Endi tabiiyki bu qizaloqni shu mehnatini rag'batlantirish ham kerak-da. Shuni so'ramoqchi edim. Bu kabi shu imkoniyati biroz cheklangan yoshlarimizni auksion savdolarimi yordam beriladi tashkil qilganmiz tomonidan. O'zimizni shu axborot kutubxona rahbari domlamiz shuni sotishga, nima qilishga qizimizga yordam beradi-da. Keyin yana bitta kitobxonamiz bor. U ham kitobxona klubimiz a'zosi Rustamjon degan, u ham imkoniyati cheklangan. Unga har haftani chorshanba kuni kirib, o'zimizda o'sha qiziqqan badiiy adabiyotlar olib kirib beramiz, o'qiydi. O'zi endi hozir mana kitob chiqarmoqchi, she'r yozyapti. Xudo xolasa keyingi safar yana studiyalarga chaqirganlaringda kitobini chiqarib olib kelamiz. Juda ham ajoyib. Kelgusida yana 9 ball olganingizda ham studiyamizga keling. Ana shu sertifikat bilan biz sizni ko'rsataylik yurtdoshlarimizga, sizga o'xshagan yoshlarimiz ko'paysin. Sizga esa yoshlarga, bolalarga ta'lim berishdan hech ham charchamang deymiz. Zero kitobxonlik targ'iboti bu eng zo'r targ'ibotlardan bittasi. Siz ana shunday bir ham savobli, ham xayrli, ham mashaqqatli va shu bilan sharafli kasbda ekansiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Charchamang, sog' bo'ling. Yana bir bora kutib qolamiz yangi yangiliklar bilan. Mana shularni to'qiyotgan qizalog'imizga ham albatta Shohistaxonga ham sog'lik, salomatlik tilaymiz. Hech ham charchamasinlar. Bu videoni hozir agar ko'rmayotgan bo'lsalar, ko'rsatuvimizni albatta olib borib ko'rsating. Mana aziz do'stlar, ana shunday ajoyib ijod namunalarini taqdim etgan Shohistaxonga ham sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilaymiz.